Aka necha savdosi bo'lyapti buni? 20 bilan 500 ming. 20 bilan 500. Bolasi urg'ochi o'psa? Urg'ochi. Nechinchi bolasi aka bu? 4. Ertan kech ham 6 litr suti bor deyapti bolasini tashqarida. Telefon raqamini aytamizmi? 88 kodi bilan 075 69 mana shu raqamga bog'lanaverasiz. Mana shu bolasiga nima qilganmiz? Aka necha pul so'rayapti buni? 15,5 bolasi urg'ochi o'ksa? Urg'ochi. Nechinchi bolasi bu? 3-bolasi. Necha litr sut beradi aka bu? 5 litr suti bor. Bunisi-chi aka? 22 ham so'rayapman. 22,5. Buni bolasi o'ksa urg'ochi? Urg'ochi. Nechinchi bolasi? 3-bola. Qancha suti bor aka buni? Suti yaxshi ekan-a? 10 litr suti bor. Yelinlarni qarang. Telefon raqam qoldiramizmi? Sotib keting. Uyda bormi yo'qmi? Telefon raqam ayting. Savdangizni bersin aka. Aka necha pul savdosi bo'lyapti buni? 45 aytilyapti. Savdosi-chi? 38,5. Bolasi o'ksa urg'ochimi? O'ksa. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Necha litr sut beradi aka bu? 15 litr suti bor ekan. Bo'g'ozmi, qisirmi bu? Yo'q, endi qochganmi, qochmaganmi deb demoqchiman. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam. Ha, savdangiz bersin. Mana do'stlar. Aka sarg'alanning necha pul? Savdosi bo'lyapti? 30 so'rayapti. 30 so'rayapti. 20 ta qancha suti bor dedingiz? 20 litr. 20 litr garantiya, ha? Bolasi qaysi aka bu? Bu sarg'ala, o'kislar g'ochi. Urg'ochi. Nechinchi bolasi aka bu? 3-bolasi. 3-bolasi. O'rtadagi qoranichi aka? 2-bolasi. Ikkinchi bolasi. Mana bu, malla. Urg'ochi? Urg'ochi. Bu nechinchi bolasi aka? 2-bolasi. Ikkinchi bolasi. Necha litr suti bor aka qoran? 5-6 litr suti bor. Alanichi qora alan aka? 20 million. Necha litr suti bor? 5 litr suti bor aka mana. Bolasi? 3 kunlik urg'ochi ekan bu ham, ha? Telefon raqam qoldirasizmi? Ayting. Bolani ham. Bola ham 2-bola. Qaysi? Ayting telefon raqamini. 99lik kodi bilan 777 0446 do'stlar. Mana shu uchala bolasiga ma'qul kelgan bo'lsa, 20 litr sutga garantilayapti mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bolalari 3 kunlik buzoqcha. Mana shu raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana ho'l yemishni qanaqa chiqarib kelyapti. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Maydalab kelyapti. Ho'l chiqarmaydi deganlar uchun mana maxsusligi. Somonni qanaqa maydalab tashlayapti, ko'rishlaringiz mumkin. Shuni bormi? Yerog'oq pirit, somon piritni maydalab tashla. Hurmatli obunachilar, mana Nusul dravlkalarimizda yerog'oq piritini chiqarib ko'rsatamiz va undan tashqari somon piritni ham sizlarga chiqarib mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Mana maydalab kelyapti. Bunday ekan olayim. Olaysam, mana. Fotolarimni ko'rsatib bering, mana fotolari ham bor. Bir joyda 21 million.
Ena bolami, отдельныйmi? Qisir ha? Adil. Отдельно qisir ekan do'stlar. Bitta tutgan bor. Bir tutgan ya. Voy chapadanmi? O nech pul so'rayapti buni? Nech pul savdosi bo'lyapti? 20 deyapman, 17 yarim. 20 aytilyapti, 17, 17 yarim savdosi bo'lyapti. Bolasi ho'kiz irg'ochi. Irg'ochi. Nechinchi bolasi bu? Nechta tursti bor buni? Bir mahal 3 turli tursti. Telefon raqami aytasizmi? Telefon nomer. Ayting. 93lik kodi bilan 696 22 olmuş. 22 olmuş do'stlar. Mana shu bola sigirimiz ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamizning raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bo'g'amiz. Ana do'stlar, bo'g'oz sigirsi so'raganlar uchun maxsus. Necha oylik bu? 7 oylikka bo'g'oz. Nechinchi qoringa? Ikkinchi qoringa bo'g'oz. O'xshamayapti-ku, jiyan. İkinci qorin deyapti, ikkinchi. O'xshamayapti. Tilva raqam aytasanmi? Shart emas. Savdongni bersin. Nech pul savdosi bo'lyapti aka buni? 18 deyapman sizga. Aytilishi 18, savdosi Sotilishi har xil so'rayapti. nech pul? 15. 14-15. Bolasi irg'ochi qizcha? Urg'ochi buzoq. Irg'ochi. Nechinchi bolasi? 5-chi bola. 5-chi bolasi 4 kunlik buzoqcha. Nechta tur suti bor aka buni? 1 litr, 3 litr. 4-3 litr suti bor aka mana do'stlar. Telefon raqam qoldiramizmi? Savdo bo'lyapti-da. Ya, mayesichi uyda ham bormi? Uyda borda. Ayting telefon raqam. 94. 94lik 511 511 66 61. Do'stlar, mana shu bola sigir ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilaverasiz, uyda ham bor deyapti. Aloqa chiqishlaringiz mumkin. Nech pul savdosi bo'lyapti aka buni? 22 bo'la, 25 bo'lsa oldi ya. 25 aytilyapti, 22 savdosi bo'lyapti. Bolasi 3 oylik ko'kcha. Nechinchi bolasi? Aka nechinchi bolasi bu? 2 bolasi. Ikkinchi bolasi. Bo'g'ozmi, qisirmi? Yo'q, ketib turibdi. Endi choylik o'zim tayyor. Endi. Telefon raqam qoldiramizmi? Yo'q, nasib bo'lsa sotiladi. Savdangiz bersin. O'zi bitta. Xo'p, savdangiz bersin. Assalomu alaykum. Aka nech pul aytilyapti bu? Nech pul aytilyapti? Savdosi? 23 gacha. Bolasi irg'ochi ekan, ha? Nechinchi bolasi bu? 4-chi bola. Necha turib beradi aka bu? Suti qancha bor aka? Telefon raqam aytamizmi? Telefon nomer 93. 93lik kodi bilan. Assalomu alaykum. Erkin aka zo'rimsiz? Aka raqamni aytib bering. 897 897 41 do'stlar, mana shu raqamga aloqaga chiqaverasiz. Mana shu bola sigir ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilishlaringiz mumkin. Aka nech pul aytilyapti bu? Telefonga tushmayapti. Ha? 30 savdosichi? 26 savdosi. Bolasi ho'kizcha, ha? Ho'kizcha ekan. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi. Qancha suti bor ertagacha aka buni? Abraya! 12 litr. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon nomer. Shartamiz. Sotib keting, savdangizni bersin. Ha, do'stlar, mana shu sigir. Nech pullar savdosi bo'lyapti aka buni? 22 birdan. 21, ha? Qaysi bolasi aka buni? O'g'laniki o'g'la, Ha, sariq. Irg'ochimi, ho'kizchami aka? Bu qizcha. Ho'kizcha. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Birinchi bola. Nechta tur sut beradi aka bu? 3 litrdan 6 litr. 3 litrdan 6 litr suti bor aka. Bu nech pul savdosi bo'lyapti ala aka? Ala. Ha, Ala ham. Bu ham birinchi bolasi? birinchi bolasi. Irg'ochimi, ho'kizchami bu ham? Ho'kizcha. Ho'kizcha. Telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 99lik 99lik kodi bilan 149 149 50 96. 50 96 do'stlar. Mana shu bozorlar ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamiz telefon raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Qaysi? Aka nech pul savdosi bo'lyapti buni? Assalomu alaykum. 22 deyapman. 18 yarimgacha bo'ladi. 22 aytilyapti, 18 yarim savdosi bo'lyapti. Bolasi ho'kizcha, irg'ochi? bo'lyapti. Ho'kizchami, irg'ochimi bolasi? Irg'ochi bolasi. Irg'ochi. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Nechta tur sut beradi aka bu? 5 litr beradi. Mahaldan 5 litr suti bor ekan. Telefon raqam qaytamizmi?
Telefon nomeri aytasizmi? 99 kodi bilan 629 0384 do'stlar. Mana shu bola sigir ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamiz telefon raqamiga bemalol qo'ng'iroq qiling. Qanday jiyan? Aka nech pul so'rayapti buni? 23 so'rayapti. Bolasi urg'ochi ekan-a? Nechinchi bolasi bu? 5-chi bola. Necha litr sut beradi, sog'ladimi? 10 litr suti bor ekan. Orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tamiz. Buni nech pul so'rayapti sariqda aka? 16,5. Bolasi urg'ochi ekan bu ham. Nechinchi bolasi bu? 5-chi bolasi. Telefon raqamini aytamizmi? 99 kodi bilan 422 1303 do'stlar. Mana shu bolasiga ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamiz telefon raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Nech pul savdosi bo'lyapti? 18 yarim. Bolasi urg'ochi o'kizcha? Urg'ochi. Nechinchi bolasi bu? 3-chi. Necha litr sut beradi aka? 6-7 litr sut bor. Orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tamiz mana. Telefon raqamini aytasizmi? 99 kodi bilan 416 23 28 do'stlar. Mana shu bola sigir ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamizni telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Aka nech pul savdosi bo'lyapti buni? Savdosi 20 million. 20? Bolasi o'kizcha urg'ochi. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bola. Nechta litr sut beradi aka bu? 8-9 litr suti bor. Telefon aytasizmi? 99 kodi bilan 425 50 do'stlar. Mana shu bolasiga ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamiz telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Savdolaringizni bersin. Aka nech pul savdosi bo'lyapti? 32. Bolasi urg'ochi o'kizcha? Urg'ochi. Bolasi urg'ochi dedingiz, urg'ochi ekan-a? Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bolasi. Necha litr suti bor aka buni? Mahal 10 litr suti bor. Do'stlar, molni ko'ryapsizmi? Foizku. Aka paroda qanaqa buni? Semental, ha? Chatishganmi? Yo'q, tozami? Bu chatishgan adashgan. Telefon raqam qoldiramizmi? 94 kodi bilan 856 17 do'stlar. Mana shu bolalar sigirimiz ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamizni telefon raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Aka bu nech pul savdosi bo'lyapti? 14 ming bo'lyapti savdo. 14. Bolasi urg'ochi o'kizcha? Urg'ochi bo'ladi. Urg'ochi. Aka nech pul savdosi bo'lyapti buni? 19 dan bir joyda. Bolalar qanaqa? Urg'ochi o'kizcha? Ikkalasi ham urg'ochi. Olinyapti aka. Necha litr sut beradi, sog'ladimi aka? 8 dan 16 beradi. 8 dan 16 litr. Telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 93 220 25 do'stlar. Mana shu bola sigirlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamizni telefon raqamiga qoldirasiz. Bolasi uchinchi bolasi. Salgina quyosh pand beryapti. Shuni qilib berasiz. Bo'g'ozmi? Ha, uchinchi bolasi, ha, to'g'ri. Gap yo'q. Aka nech pul savdosi bo'lyapti buni? 26, 27 savdosi bo'lyapti. Bolasi urg'ochi o'kizcha? Urg'ochi mana. Beshinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi ekanman. Do'stlar. Necha litr sut beradi aka bu? O'rtada 20 ta sut beradi. Ertagacha 10 litrdan 2 mahalda 20 mahal 20 litr suti bor ekan. Mana do'stlar, sigirni ko'ryapsiz, bu tomon quyosh bo'lyapti. Bu tomonni olishga harakat qilamiz. Telefon raqamini aytamizmi aka? Telefon nomeri 99 kodi bilan 281 46 66 do'stlar. Mana shu bola sigirimiz ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamiz telefon raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O nech pul so'rayapti buni? 18,5. Bolasi urg'ochi o'kizcha? Urg'ochi. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Necha litr sut beradi bu? 4 litr. Telefon raqam qoldirasizmi? Ayting. 684 0059 do'stlar. Ana shu bola sigir ma'qul kelgan bo'lsa, shu akamiz telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Bu tomondan olyapmiz, nari tomondan olsak qo'yishib qolyapti do'stlar. Aytga yurmaysiz. Mana do'stlar 23-24 savdosi bo'lyapti. Bolasi urg'ochi, kuchcha aka. Urg'ochi. Nechinchi bolasi aka bu? İkinci balası. Ikkinchi bolasi. Necha turib beradi aka bu? 8 litrga garantiya. 8 litrga garantiya ekan. Tilba raqam qoldirasizmi? 94 261 94 lik 261 89 85. 89 85 do'stlar. Mana shu bolasi 20 nima qilgan bo'lsa. 23 24 savdosi. Tilba raqamiga bog'lanishingiz. Nech pul savdosi bo'lyapti aka buni? Egasini. Nech pul savdosi? 20 millionda ham 18,5 so'm. 20 aytilyapti, 18 yarim savdosi bo'lyapti. Bolasi urg'ochi o'ksa? Bolasi urg'och. Urg'ochi nechinchi bolasi bu? Birinchisi. Birinchi nechta turib beradi aka bu? 6 ta. 6 litr. Ertalab 3 ta, kechga 3 ta. Tilba raqam qoldiramizmi? Yo'q. Kartamasan, sotilib ketsin, savdangiz bersin. Savdoga. Qarab o'tiraveramiz, nima bo'laykan deb. Aka nech pul savdosi bo'lyapti buni? Jazmaniga bering. Ha? Necha? Ikkalasimi? Aka jazmaniga bering. 35 emasdir, aka, qimmatdir. 35 million qilyapti. Savdosi. Ko'kcha bolasi. Nechinchi bolasi ekan bu aka? Sotib beryapman hozir. 3-chi bolasi. Hasan aka beringizmi oldi? Nech pul bo'lsa oldi deyapsiz aka? 37 bu son. 37 bo'lsa oldi deyapsiz. Uyda ham bormi yo'qmi? Uyda. Yo'q.